Lekin doktor mana da buzoq mana shishkalari. Badanlarida, maydalarida ham shishkalar bor. Hali ham licheni boshlashimizdan oldingidan kattalashganda bunaqa ya'ni ko'rinmayotgan shishkasi. Shu ko'rinib mana bitta oyog'i ishibdi, orqa oyog'i mana. Mana shunisi ishibdi bittasi. Bularni oyoqlari yaxshi. Mana o'zi kallangni ko'tar. Mana turishi va qanaqa turibdi deganingizga video qilib qo'ya qoldim-da. Assalomu alaykum ota-bolaka. Mana 15-noyabrlarda boshqa mol doktor kelib o'ladi baribir deb ketgan mol edi. 15-20-noyabrlar orasida davoladik. Bugun 3-dekabr. Hozirgi holati mana gruppaga tashiganda birinchi holatini ham tashiyman. Ota-bolaga ming rahmat. Tarbiya bergan ota-onangizga ming rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin aka. Mana buzog'imiz yaxshi, Allohga shukr. Yeb-icharlari ham yaxshi, yaralari ham yorilyapti, so'rilib. O'sha dermatit bo'lib qoldi. Yaxshi, Allohga shukr. Ancha o'ziga kelib qoldi molimiz.